mega qasrning narxi 100 million dollar. Va bu odamzod qo'li bilan qurilgan eng chiroyli uy bo'lishi mumkin. Va biz u yerdagi hayotni 69 millionlik haqiqiy tsunamiga turib beradigan uy bilan solishtiramiz. 30 millionlik qasr bilan. Buning ichida o'zini shaxsiy akvaparki bor va ular orasidagi boshqa uylar bilan. Va boshlanishiga biz 1 dollarlik zo'rg'a turgan uydan boshlaymiz. Saroy desa ham bo'ladi. Narxi atigi 1 dollar. Nimaga bu uyning narxi 1 dollar? Agar qattiq shamol bo'lsa suv tagiga kirib ketadi. Aha. Bundan qutulish uchun atigi 1 dollar so'rayapman. Siz buni yomon kelishuv deb o'ylaysizmi, ha? Ha, aynan shunaqa. Kelishdik. Urra! Bu xavfli. Men tushib ketishim ehtimoli qancha? Juda baland. Jigar hamma titrayapti. Mana bu kreslo zo'rg'a turgani menga yoqyapti. Bizda kreslo bor, matras va yarim pol. Men uydan chiqmasdan baliq tutsam bo'ladi. Hoy, men tutdim. Bu Voy! atiga o'lja, uzr. Biz mazza qotganimizni ko'rib afsuslanmayapsizmi? Yo'q, aslo. Agar 2 dollar bersam, uni qayta sota olasizmi? Yo'q. Mayli, men harakat qildim. Menda fikr bor. Bu uydan ketamiz. Keyinroq biz 100 million barobar qimmatroq uyni ko'ramiz. Va bu hech kim kirmaydigan joyga kirmaydiganim sababli yaxshiroq uyga ketamiz. Aytgancha, biz 1 millionlik uy oldida turibmiz. Bu bildiradiki, uni sotib olish uchun millioner bo'lish kerak. Millioner hayotini ko'rsatamiz. Birinchi taassurotlar, uy menikidan ham kattaroq. 1 millionga yaxshigina oshxonani, 4 ta yotoqxonani, lekin ular oddiy ko'rinadi, faqat kattaroq. Bu yotoqxonada hammomga yo'l ko'rsatadigan javon bor. Hammom esa 1 dollarlik uydan kattaroq. Bu hammom katta ekan. Meni bo'yim 1.85 va menga yotish qulay. Va hamma hammomlarda bide bo'lgani bilan Yo'q, xudoyim, yo'q. uyning eng zo'r joyi albatta pastda. Oh, wow, kinoteatr bor ekan. Bolakay, bu masajli kreslo. Hamma kresloda ikkita pult ekan. Ikkita pul. Kinoteatrdan tashqari bu yerda o'yin avtomatli xona bor. Men shu hamma narsani 1 millionga ko'raman deb o'ylamagandim. Yo, bu uy zo'r ekan. Agar shunaqa o'yin bo'lganda o'rtoqlarim ko'proq bo'lardi. Va nihoyat basseyn va ketidan kerak emas sharshara bor. Bu qiziqarli uy degim kelyapti-yu, lekin biz bu yerga undan-da qimmatroq uylarni ko'rishga keldik. Shuning uchun keyingi uyning narxi 15 million 15 million dollar. Ishingni yetarish Yo'q, kerakmi? xudo. Yo'q, xudoyim. Men bu yerda ortiqchaman. Bu GTAda kiradigan uyinga o'xshaydi-ya. Ko'rinish juda ham zo'r. Basseyn 1 millionlik uyikidan kichkinaroq, lekin undan butun Los Angeles ko'rinadi. Yordam beringlar. Hoy, yordam beringlar. Stop, ichkariga kirlaring. Menga yangi o'rtoqlar kerak. Kelinglar uyni ko'ramiz. Nima deb o'ylaysizlar? Uy egasi nima bilan shug'ullanadi? NFT. U advokat. U 2017-yildagi eng zo'r advokat va 2021-yilda ham. Menimcha shu uyda yashash uchun shunaqa narsa kerak. Aytgancha, bizga xat qoldirishibdi. Hurmatli Mr. Beast, meni uyimga kelganingiz uchun rahmat. Bu juda katta sovg'a. Endi bolalar meni juda hurmat qilishadi. Iltimos, faqat sendvich yemalaring. U menga juda muhim. Bizning oila uni avloddan avlodga berib keladi. Tushundim. Tepagami pastgami? Past. Bo'pti pastga. Ana endi go'zallik ochilyapti. Qasrning pastki qavatida kinozal bor, teatr va trenajyor zal. Yugurish yo'lagi kod so'rayapti. 6969. 6969 emas. Mehmon yotoqxonasi, o'yin kulgu xonasi va bar. Egasi ko'p tekin ovqat qoldiribdi. Bolalar, yeyishdan oldin, ovqatni bizni sudlash uchun qoldirishgan bo'lishsa-chi? Kech Karl yeb qo'ydi. Va juda chiroyli ko'rinish. Basseyn tegi. Orqada Nolan yaxshi kadrlar uchun suzyapti. Biz olishni to'xtatganimizni ham bilmaydi u. Yanami? Ha, yana ichiga tushgan. Ana endi xo'jayin yotoqxonasi va yonida yana go'zal manzara. Karl bu yoqqa. Qiyshiq. Bizda yana bitta bor. Yana qiyshiq. Nolan shuni. Nolan, buni ham ishi. Stol turmasalaringchi. Agar uchib ketsa, meni sudlashi mumkin. Va bu narsadan qochish uchun butun shahardan Massachusettsga uchdik. Va bu uy narxi 30 million dollar. Bu aql bovar qasrda 16 ta yotoqxona, 4 ta binodan iborat. Asosiy uyda bir nechta mehmonxona bor, lekin bu hammasidan eng zo'ri. Juda ham go'zal-u. Bu esa nima? Avval xona. Sizlar bu yerda Franklin Boyish yo'li kitobdan boshqa narsa kutdingizmi? U lampochka ixtiro qilib kitob yozdimi? Edison lampochkani ixtiro qilgan, Franklin emas. Bunaqada Franklin nima qilgan? Men bu kitobni o'qiyman.
Mehmonxona orqasida katta oshxona bor ekan va u yerda egasi sovg'a qoldiribdi. Uy egasi shag'amlardan boyib ketibdi. Shuning uchun u bizga best shag'amlar qoldiribdi. Bundan plash hidi kelyapti. To'g'ri. Qanaqa qilib shag'amga plajni chiqishdi? Va asosiy binoda Chandler zo'r narsa topibdi. Ko'p to'lani tomdan o'tsa bo'lar ekan. Ehtiyot bo'l! Va bu uyda eng qiziqarli narsa emas, chunki yonida garaj bor. U esa ekzotik mashinalar bilan to'la. Bu video o'yindagi garajga o'xshaydi. Bu yoqda Lamborghinilar bosib yotgan ekan-u. Kampit magaziniga o'xshar faqat kattalar Eng uchun. zo'ri esa bu ikkitadan birinchi garaj edi. Ketimdan yurlaring. Hammasi emas, Bro, bu yoqda birinchidan ko'ra ko'proq mashina. Voy, men buni. Endi ishonchim komil. Agar mashinani uxlatsa, u sezmaydi ham. Qanaqa bo'lsa sotib olishadi? O, menga ikkita bir xil kerak. Bu esa shuncha mashinani olish uje ish. Burcheda zina, ko'ramiz qatga borar ekan. Bro, bu mashina bozorga o'xshaydi. Garaj tagida yana butun armiya mashinasi bor. Ularga chiroyga pul kerak. Ularda 20 ta mashina bor, lekin chiroy yo'q. Voy yo'q. Voy, qoyil. Shuncha bu yoqda chiroy o'chiruvchi yo'q. Men o'ylayotgandim, uni garajda 30 ta mashina bor, lekin chiroy yo'qmi? Meni to'g'ri tushuninglar. Bu uyda hamma narsa aql bovar, lekin u meniki bo'lganimda men keyingi binoda umuman chiqmasdim. Bu aql bovar. Aynan shunaqa. Qandaydir sabablarga ko'ra bu uyni qurgan odam ichkarida yopiq tennis kortini qurish yomon deb o'ylamagan ekan. Aytib ketmoqchiman, biz tennisni uyda o'ynayapmiz. To'g'risini aytsam, tennisni umuman o'ynashni bilmayman. Jamoa ketimdan. Nima? Yo'q. 2 qavatli o'yinxona. O'yin xonasi bu yerda 1 millionli uykidan ko'ra 20 marta kattaroq. Va bu hammasi emas. Wow. Bro, bu yerda hamma narsa bor. Bo'ldi, men bu yerdan hech qachon Biz chiqmayman. ping-pong o'ynayapmiz. Basketbol maydonida, uyda. Birinchi urinishda jongida. Hozircha 30 millionli uy ichidagi hamma narsa qiziq bo'ldi. Lekin keyingi xona uni rostdan ham maxsus qiladi. Zina tepasida qasrning eng zo'r joyi bor. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam shu yerda. Qaranglar, bu yopiq akvapark. Bu xuddi yangi olib, dronning uzoqligini qaranglar. Va bu hammasi emas. Mazza qilinglar, lekin qishnamani buzmanglar. Siz uchun-da. Nima? Biz birgalikda gorkadan tushamiz. Biz akvaparkda kayf qilib turamiz. Keyingi uyda ko'rishguncha. Lekin bitta muammo bor. U shaharni boshqa burchagida. Yaxshi narsa esa bu mega qasr 45 million dollarga. Yo'q xudoyim. Bu men bo'lgan eng katta uy. Nima? Men bilmayman bu nima narsaligini. Lekin u chiroyli ekan. Bilib turganinglardek, uylar shunaqangi qimmatlashib ketdiki, qanaqa qilib ta'sir berishni ham bilmayman. To'g'risi, gap yo'q. Menimcha men umrimda eng go'zal ko'rgan narsam shu. Shuning uchun men multimilliarder Mark Cubanni chaqirdim. Bizga yordam berishdi. Ko'rganimdan xursandman. Ishlaring qalay bo'lakan? Markning o'zini basketbol jamoasi bor, Dallas Mavericks. Uyda basketbol maydoni bo'lgani uchun biz sag'al chalg'indik. Ha, Jimmy urolmaysan. Valla tushdi. Karoldan ko'ptuni ollaring. O'taqo. Tushmaydi. Tushadi. Ishtashi. Bo'l, uroqqa. Jek Kopto bilan tushaqa, g'alabachi. Biz ularga ko'rsatdik. Endi biz esib ketib, Markka uyga qolgan qismini ko'rsatamiz. Uni fikri bo'yicha bu uy 45 millionga arziydimi yoki yo'qmi bilish uchun, agar qiziq bo'lsa, biz hali cho'milmadik. Ko'rinishimdan xuddi men kuni bo'yi cho'milaman. Bu uy uchun qancha so'rashyapti? 45. Narxiga arzimaydimi? Bu Brentwood, shuni o'zi yarim narx. Bu narsa Brentwoodmi? Ya, Marayon haqida gapiryapman. Mana bu taxta haqida gapiryapti deb o'ylayapman. Kulguli. Ana bu hammom juda qulay ekan. Hammomingizda divan bormi? Ha, yo'q-e? Okey, biz marka darajasiga yetishimiz kerak. Birinchi darajali qoida, unitaz issiq bo'lishi kerak. Bo'ldimi? O'tirganingda shunaqa xislatlar bo'lishi kerakki. Sovuq bo'lish kerak emas. Roziman. Baxt uchun milliard kerak emas. Bitta sotib olinsa bo'ldi. Va isituvchi unitaz. Ayni o'sha yerda ko'p vaqt o'tkazaman. Mark ko'p vaqtini hojatxonada ketkazishi mumkinligini bilganim bilan, bizning vaqtimiz bu yerda tugadi. Keyingi uyda ko'rishamiz. Keyingi uyning narxida meni yoqtirgan raqamim bor. Mana biz 69 millionlik qasrdamiz. Xuddi bir uning egasi Yovuzga o'xshaydi. Ostidan Yovuzga o'xshar ekan. Samim bilan solishtirganda qalay ekan u Miran? Voy, manikidan ancha ko'p. Bilish mumkin emas. Sani manziling qanaqa? Bu g'alati uyning 69 millionlik narxi bo'lgani sababi uni ichi butunlay qimmatbaho san'at asarlari bilan to'la.
butun dunyoniki bilan. Biz bu yerda narxini yozib qo'yamiz, lekin o'zimizda topib ko'ramiz. Nima deb o'ylaysan, bu qancha turadi? Menimcha 100 mingchalar bor. Sen nima deb o'ylaysan, Miranda? Menimcha 80. Uni uyda shunaqasi bor. Ha, uyimda shunaqa. Faqat sizlar bilasizlar haqiqiy narxini. O, mana bunisi bilan esa qizuv bo'ladi. Men million deyman, chunki u asosiy iznani oldida. Shuning uchun 450 ming. juda aniq. Juda aniq. 30 millionlik uy ichida akvapark bor edi. Yuztalab mashinalar. Bu yoqda esa atigi san'at. Katta qizil ramkacha. Endi bu xona. Biz hech nimaga tegmasligiga 30 martalab va'da berganmiz. Hech narsaga tegmaymiz. Nima bor o'zi? Bu uydagi audio sistema dunyodagi bitta analogga ega. Walkman ixtiro qilgan odam bilan tayyorlangan. Eng birinchi musiqali portativ player. Walkman ixtiro qilgan narsaga ega bo'lish katta yutuq. Uni kamarda olib berishgan, belda emas. Endi osilib turgan ko'prikdan o'tamiz. Xudo, juda ham hayajondaman. Bu uy g'alati qurilgani yana bitta sababi, misol uchun qaysidir xonaga kirish uchun ko'prikdan o'tish kerak. Chunki u butun tsunamini ko'tara olish uchun qurilgan. Rozi bo'linglar, bu juda zo'r. Tsunami uyga yaqinlashayotganini ko'rsa bo'ladi va to'xtatsa bo'ladi. Va oxiriga qo'shnini hovlisi ko'rinadi. Bu yerdan hamma narsa ko'rinadi. Uy egasi qo'shnini pulxona sevib qolgan bo'lsa-chi? Bu uni eski qizi. Romeo va Julietta. Ikkita oxirgi xonani ko'rib bo'lganimizdan keyin tashqarida bizni syurpriz kutgan ekan. Qaranglar. Nima? Yelaring. Salla o'zi samolyot chizayotganini sezdilaringmi? Jin ursin, uni qanaqa qilishdi? Men samolyotlarga pul to'lab, mingta billboardlarni shaharga qo'ydirdim. Hamma bilsin, Festivals eng zo'r shikolat. Sho'rshaysni va boshqalarni yeyishni to'xtatinglar. Festivals bu eng zo'r shikolat. Shuningdek, Halloween yaqinlashganiga biz shikolatlarni shunaqa paketchada sotyapmiz. Uni tarqatish juda ham oson. Halloweenda zerkarli bo'lib qolmaslik uchun albatta Festivals tarqatinglar. Yaxshiyam bizning shokoladlarimiz mavjud, lekin bilasizlarmi nima mavjud emas? Oxirgi uy, ya'ni mega qasr 139 million dollarga. Eng chiroyli va eng qulay uy bu dunyoda. 3300 kvadrat metrli maydonda hamma narsa bor. Boshqa uylarda yo'q narsalar ham. Tungi klub, T-Rex, robotlangan mashina lifti. Bu joy sizni aql bovar qoldiradi. Bu ekskursiyani o'zgacha qilish uchun biz Justin Timberlake chaqirdik. Bolla nima gap? Bu esa Justinning uyi va u bizga uni ko'rsatadi. Yo'q. Xudo. Sizlar oynadan bundan zo'r manzara ko'rganmisizlar? Bu o'ta go'zal. Ha, bolla, men bu grafikaga qaranglar. Bu mana to'ponimda atsa-ya. Yo'q, men top 5 ta derdim. Bu qasr qanaqa kattaligini aytish juda qiyin. Bu yerda 12 ta yotoqxona va 17 ta hammom bor. Ular 3 ta katta etajlarda joylashgan va ulardan butun Los Angeles ko'rinadi. Men har doim uyga oshxonani minimalizmiga qarab baho beraman. Baholayman deysanmi? Bunga necha baho berasan? Oldinga ketdik. Turni oxirida u 100 million dollar beradimi, yo'qmi ko'ramiz. Hali yoqotdimi o'zi ham bilmaydi. Naqd bilan to'layman, aka. Bu uydagi hamma narsa dunyodagi eng qimmat narsalardan qilingan. Misol uchun devorlar kamdan kam uchratiladigan mramordan qilingan. Ular esa Italiyadan kelgan. Bolla, sizlar bu yerda qancha mramorni smetasini olishinglar kerak. Bu hammasi buyurtma qilinganga o'xshaydi. Ha, butun uyda bir varro gipsakarton ham yo'q. Gipsakarton. Bu lyustra yomon ekan-ku. Lyustra milliondan ko'proq turadi. Patolog esa bu bir necha ming kilogrammni ko'tarib turadi. U yana pastroq ketar ekan. Sen menga million turishini aytmaganding, men uni o'ynagan. Bu uydagi lyustralarning o'zi 6 million dollar turadi. Pastki qavatli xonalarda esa undan-da zo'r. Pastda butun uy. Bu yerga kirsa-chi? Bolakay, bu yaxxona. Mana shu yerda qamisilam. Yo'q. Iltimos kerak emas. Xo'sh, bu yoqda nima qilishadi? Ularda xona uchun ideya tugadi. 50% ga ishonchim komil, biz bu yerda tiqilib qoldik. Chunki eshikda ruchka yo'q. Yo'q, hammasi joyida. Biz uxlab qolganda juda qiziq bo'lardi. Bu rostakasim dinozavrmi? Endi uyda dinozavr borligini bilib, sen sotib olishga rozi bo'lsanmi? Haligacha oshib qolamanmi? Bu razdevalkami? Hozir uyda egasi yo'q va eshigida kim unga tegilishi mumkinligi yozilib qo'yilgan. Warren Buffett deyarli 80 milliard, Larry Ellison deyarli 50 milliard, Bezos 100 milliard. Chandler nimaga san isming yo'q? Wow. Kelinglar mashinani baholaymiz. Nolan, o'zingdan yasab oldingmi? Men bu yerda atiga o'tiribman. Sen bu yo'lga mossiz. Rahmat, men aynan shunga erishayotgandim. Shuni xohlayotgandim. Yaxshi ishladi. Nolan bu qismini montajdan kesib tashlaydi.
Avtomobil lifti 2,5 million dollar. Uydagi eng maxsus narsalardan biri. Planshetdan avtomobilni tanlangandan keyin uni tepaga chiqazib yuboradi. To'g'ri garajga qarab. Men bilaman nimani o'ylayapsan. Muammo shundaki, bu yoqqa atiga 6 ta Lamborghini sig'adi. Aha, Sanda esa 10 ta bor. 10 ta. Va To'g'ri. uyda yana eng katta uyga kinoteatr bor. Bunaqasini endi ko'rishim. Bu rosta kasm kinoteatrga o'xshaydi. Bu ko'rilganlardan eng zo'r kinoteatr va kreslolar yotarkan. Va atigi 100 million. Qaragin Jimmy, to'xtab tur. Massaj knopkasini bosib ol. O nimalar qo'zsalli? Hoy, bu menga kerak emas. O, mani knopkalarim qani? Manikida yo'q ekan, Ha, almashamiz. Chandler, massajni bosib ko'rgan? Mana knopka. Nimaga faqat bitta kresloda? Bularga nima bo'lyapti? Mayli. Tepaga ketdik. Bu yerda asosiy yotoqxona. Bu yerda esa hammomlar. Agar hammomga 10 kishi bo'lib kirmoqchi bo'lsanglar. Bu yoqda Menimcha mumkin. menga bo'ladi. Bitta o'zi ham cho'milsa bo'ladi. Hech kimsiz. Hammomga esa butun armiya sig'adi. Sanga bunaqasi yoqadimi? Xuddi shunaqa. Eng qiziq narsa esa basseyn oldida. Uy nimaga bunchalik qimmatligi sababi? Bosamiz. Bu ekranmi? U juda ham katta. Va sekin ekan. Bu drama qo'shar ekan. Aynan shunaqa, juda uzoq. Kosmik effekt. Bu xuddi Flex'da. Los Angeles zo'r ko'rinar ekan. Televizorda ham Los Angeles bo'lsa-ya. Menimcha shunaqa. Ha, shunaqa ekan. U yoqda Los Angeles, u yoqda Los Angeles. Misol uchun, Karolni bo'yi 185. Ha, aynan shunaqa plus minus. Televizor oldida kattaligini qaranglar. Justin, butun uyni ko'rdik. Biz bilmoqchimiz. Menimcha sen 100 millionni naqd qilib olib kelding. Aynan shunaqa. Sotib olasanmi? Nolanni qo'yniga ham kiradi. Senga yoqmaydimi? Qo'ynayammi? Ha. Olaman. Qo'ynini yirtgan ayiqchi qo'shiladimi? Bu yoqqa kela qol, kela qol. Nimaga? Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Ko'rishguncha.